Rossiyada yurgan hamyurtlarimiz uchun ajoyib yangilik. Rossiyada qolish uchun qonuniy asoslarini yo'qotib, maxsus reyestrga kirgan chet el fuqarolari uchun 10-sentyabr 2025-yilgacha amnistiya muhlati uzaytirildi. Bu uchun nima qilish kerak bo'ladi, azizlar? Bu uchun albatta birinchi navbatda o'zlarini biometrik ma'lumotlarini taqdim qilishadi. Chet el fuqarolari uchun maxsus meditsinskiy sentrdan o'tkazilgan sertifikatlarni berasiz. 1 yil muddatda bo'lishi kerak va rus tili sertifikatlari, rus tilini bilish va Rossiya tarixi qonunchiligi asoslariga tegishli darajada sertifikatlarni taqdim qilasiz. 4-ixtiyoriy majburiy to'lovlar bo'yicha qarzlarni to'laysiz. Albatta bu yerga kreditingiz va sizga qanaqadir shtraflaringiz bo'lmasligi kerak va patentni rad qilish uchun asos bo'lmasligi kerak. Agar siz sud orqali выдворение va deport bo'lgan bo'lsangiz, amnistiyaga tushmaysiz. Chet el fuqarolari mana shu ariza va hujjatlarni ish beruvchilar tomonidan qonunda belgilangan to'g'ridan to'g'ri Ichki ishlar vazirligini hududiy organlarga yuborishadi, azizlar. Mana shu dokumentlarni yuborganingizdan keyin albatta siz legalizatsiya qilib amnistiyaga tushishingiz mumkin bo'ladi.